nimalar haqida sizni fikringiz o'zgardi va bu o'zgarishga nima sabab bo'ldi? Yo'q, unaqa emas, mana bunaqa ekan deb nima haqida fikringizni o'zgartirdingiz? Juda постоянно nimadirlar bo'lib turadi-da. Bunaqa ekan. Misol uchun farzand tug'maguningcha o'zingcha aqllisan. Hamma bunaqa qilish kerak deb o'ylaysan. Tug'ganingdan keyin ko'rasan, что umuman boshqajon, tug'gandan keyin umuman boshqachaligini ko'rganman. No, o'sha yerda ham bolalaringiz bor-ku, bu san'at-a. Bolalarni katta qilish, Ota-onalik alohida san'at, to'g'ri aytdingiz. qayerdadir chegarani o'tib yormaslik, qayerdadir slishkom erkalatib yormaslik yoki qayerdadir slishkom cheklov qo'yib yormaslik juda nozik anaqada. Rosa qiyin ekan. Masalan, Mana shu odamlar joyini buni o'ylab- ajratishadi-ku. Qiz bolani tarbiyasi nozik deydi. Yo'q, men aytgan bo'lardim, o'g'il bolaniki nozikroq. Masalan, qiz bola o'z-o'zidan tabiatan o'g'il bolaga qaraganda ko'nikuvchanroq bo'ladi, moslashuvchanroq bo'ladi. Ayniqsa bizani mentalitetda, bizani jamiyatda qiz bolaga qanaqadir cheklovlarni osongina qo'yasiz. Chunki keyingi hayotda unchalik ham u narsa katta ta'sir qilmasligi mumkin, lekin o'g'il bolani cheklab Bo'lmaydi. uyingizda olib o'tira olmaysiz. Kelajagi Jamiyatga ham qo'shishingiz kerak, lekin qo'rqasiz ham ona sifatida. shunaqa. Ota-onalik haqiqatda juda ham nozik san'at, chunki kelajakda shaxs sifatida hayotda o'zini o'rnini topadigan insonga siz javobgarsiz-da. Plastilindan siz yasaysiz-da uni, ona sifatida ko'proq. Shunaqa deb qarayman. Haqiqatda onalik bu san'at. Yaqinda bitta ajoyib Instagramda ko'rdim. Aytishdiki, bizni qanaqadir ahvolga, emotsional ahvolga tushganimizda, bu emotsiya 90 sekund bo'lar ekan. Aha. 90 sekund davomida bo'lar ekan. O'sha 90 sekunddan keyin shu ahvolda qolishimiz bizning tanlovimiz ekanda. Mana nimadir bo'ladi, biz keyin kunlab siqilib yuramiz, bilasizmi? Ha. O'ylab, ssenariylar desam tuzib, bo'lar ekan nimadirlar, deb. ha. Mana shunaqa yuramizku yoki ezilib yuramiz, misol uchun. Au, bizning o'zimiz tanlovimiz ekan. Men shu narsani eshitganimdan keyin nimadirdan qattiq jahlim chiqsa yoki ranjisam, men bunaqa deydigan bo'ldim. 90 sekund o'tib bo'ldi, Dildor bo'ldi. U yog'iga shu ahvolda qolishing san tanloving. Xohlosam qolishi deyman. Ichimda, yo'q xohlamayman. Ну все, тогда переключились deyman deb bo'ldi. Ranj nimadir misol uchun ranjitsa ezilib o'tiraverardim. 1 soat, 1 soat, 2 soat o'tib ketaverardi. Hozir dahshat переключатель bo'lib qoldi-da. 90 sekund ekan. Это твой выбор deyman. Menga shu joyda bir instrument o'rgatishgan. Xuddi shunaqa vaziyatda. Qanaqadir ziddiyatli vaziyatga tushdingmi, kimdandir jahling chiqdimi yoki bahslashyapsanmi, ichingda 100 gacha yo sana, agar shunda ham chalg'imasa fikring, o'sha gapirmoqchi bo'lgan, qaytarmoqchi bo'lgan javobingni o'zing biladigan boshqa tilga birinchi tarjima qilib ol. O'sha paytda fikrimiz chalg'iydi, emotsiyalarimiz bosilishini sinab Tahlil ko'rdim. qilamiz, Haqiqatda ham tahlil yoqilar ekan, emotsiya o'chiriladi o'sha joyda. Yaxshi instrument ekan, Life lekin hack bo'ldi. ha, har doim ham qo'llash odamning esiga kelmaydi emotsiyaga berilgan paytda.